2022-yilda mana shu taroqdan sarpomga olgandim va mana 2026-mi hozir 26-yilga kelib uni yo'qotib qo'ydim. O'zi yaxshi turgandi, lekin yo'qotmasam ishlatardim yana qayta. Ana o'shandan yana повтор oldim. Koreyskiy taroq, LV brandiga tegishli. Ochib ko'rsataman buni. Bugun oldim buni o'zimga. Yana shuni o'zdan повтор oldim. Juda o'zimga yoqadi. Alishtirgim kelmadi boshqasiga. Keyingina bunaqa yog'ochli yontlari. Yonta birinchi tushirgan o'zim. Sarpaga ham chiroyli ko'rinadi. Har kun kech payt mana shunaqa sifatli yaxshi taroqlarda sochlantirasizlar. Birinchidan bosh to'qqon aylanishi yaxshi bo'ladi. Bosh to'qqon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin yog'lanish kamayadi, to'kilish kamayadi, soch to'kilishi ayniqsa. Yumshoq emas, qattiq emas-da, qanaqadir o'rtacha. Juda mana shu tarozda tarasam, boshqa taroqlar ham bor. Aynan shunda taraydigan bo'lsam, qanaqadir boshimda massaj qilingandek chuvство bo'ladi-da. Shunaqa yoqadi.